Assalomu alaykum dedi. Sizga sovg'am bor. Yuring ko'rsataman. Yuring, bola qoling, yuring. Sizga albatta yoqadi, yuring. Otajon, qarang, mashina oldim. Sizga yoqdimi? To'g'ri, jay katta mashina emas, lekin boshlanishiga bo'laveradi. Nima dedingiz? Yoqdimi sizga? Esizdami? Mashinamiz bo'lishini qancha orzu qilardik. Mana endi mashinamiz bor. Oilaviy bo'lib xohlagan joyimizga borishimiz mumkin. Nima dedingiz dada? Xursandmisiz? Yoqdimi sizga? Biror nima deng dada. Ayting, xursandmisiz? Yana gapirmaysiz dada. Dada chiqdingizmi? Bo'ling, bo'la qoling. Sizga albatta yoqadi. Mana o'sha joyga borib qo'yaylik. Akamga nima qildi? Tinchlikmi? Qaniydi yonimda bo'lsangiz dada. Sizni qanchalik sog'inganimni bilsangiz. Sizni hidlaringizni, muborak yuzlaringizni, ko'zlaringizni qanchalik sog'indim dada. Sizga muhtojligimni his qilsangiz qaniydi dada. Sizni sog'inib ketdim. Qaniydi bir marta bo'lsa ham to'yib bag'rimga bossa. Otajon deb sizga erkalasam. Hidlaringizni hidlasam. Oila boshi bo'lish qiyin ekan dada. Sizni o'rningiz shunaqa bilinyapti. Siz qanaqa qilib eplagansiz dada? Qiynalib ketdimsiz siz? Armonim qo'ymas omon, otamni eslab hamon. Yetimlik dardi yomon, yomona, yomona, yomona. Ko'zim yo'lga mo'ltirab, go'yoki otam kelar. Ko'cha boshi bo'sh bo'lar,